Hurmatli ustozlar, kalit so'zini olish yoki telefon raqamini o'zgartirish. Hop. OpenBudget.uz saytiga kiramiz. OpenBudget.uz. Kirganimizdan keyin hozir mana telefon versiyasini yoqlaylik. Ishtirok etishni bosamiz. Viloyat, tuman, maktab, kalit so'zni olishni bosamiz. Sinfni tanlaymiz. Sinf misol uchun 11-sinfni tanladik, o'quvchini tanlaymiz. Birinchida Abduljonova Bahoroy turibdi. Mana bu yerda 9250 nomeriga biriktirilgan ekan. Bu menimcha qaysi nomerligini bilmadim. Matdan boshqa telefon raqamini biriktirishni bosamiz. Yangi kiritilgan raqam moderator tomonidan ko'rib chiqilib, kundalik tizimiga kiritiladi. So'ngra ochiq budjet portalida aks etadi. Mazkur jarayon ma'lum vaqt talab etishi mumkin. Savollar bo'yicha ma'muriyat yoki sinf rahbariga murojaat etishingiz mumkin, deyapti. Yangi telefon raqamini kiritamiz. Misol uchun raqamni o'zgartirishni bosamiz. Ketdi.